Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan pensiya guvohnomasi haqida juda muhim mavzuni gaplashaman. Ko'pchilik bu hujjatni faqat pensiya olayotganimni tasdiqlaydigan qog'oz deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya guvohnomasi orqali siz bir nechta imtiyozlardan, chegirmalardan, xizmatlardan va huquqlardan foydalanishingiz mumkin. Eng achinarlisi, odamlar bu imkoniyatlarni bilmagani uchun o'z pulidan, vaqtida olinadigan yordamdan va qonuniy huquqlardan bexabar qolib ketadi. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, bobo-buvingiz, qo'shningiz yoki o'zingiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun ko'pchilik gapirmaydigan 9 ta yashirin imkoniyatni sodda tilda tushuntirib beraman. Avvallari pensiya guvohnomasi deganda odatda kichik kitobcha yoki qog'oz shaklidagi hujjat tushunilar edi. Pensioner shu hujjatni olib yurardi, kerak bo'lsa dorixonada, transportda. Sanatoriyga murojaat qilganda yoki mahallada ko'rsatardi. Ko'p jarayonlar qo'lda yuritilgani uchun odamdan albatta qog'oz talab qilinardi. Biror imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, guvohnomangiz bormi? degan savol birinchi o'rinda turardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tmoqda. Pensiya tayinlangani, qancha miqdorda to'lanayotgani, pensionerning maqomi, ayrim hollarda imtiyozga haqli yoki haqli emasligi davlat bazalarida ko'rinadi. Lekin bu guvohnoma endi kerak emas, degani emas. Amaliyotda hali ham dorixona, tibbiyot muassasasi, mahalla, bank, ayrim kommunal tashkilotlar yoki transport tizimlarida pensioner ekaningizni tasdiqlash kerak bo'lib qoladi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, hozir pensionerlik faqat yoshga doir pensiya bilan cheklanmaydi. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, ayrim toifadagi fuqarolar uchun alohida imtiyozlar bor. Shuning uchun bir odamda pensiya guvohnomasi bo'lishi mumkin, lekin hamma imtiyoz unga avtomatik berilmasligi mumkin. Men doim aytaman, hujjatning o'zi emas, hujjat ortidagi maqom va qonuniy asos muhim. Ko'pchilik pensionerlar poliklinikaga borganda oddiy navbatda turaveradi. Shifokorga kirish uchun uzoq kutadi. Ayrim tekshiruvlar bo'yicha ham o'z huquqini so'ramaydi. Pensiya guvohnomasi sizning yoshingiz, ijtimoiy maqomingiz va ehtiyojingizni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatilishi mumkin. Masalan, 18 yoshli otaxon qon bosimi, qandli diabet va yurak muammosi bilan yashaydi. U poliklinikaga borganda oddiy fuqaro sifatida emas, doimiy nazoratga muhtoj pensioner sifatida ro'yxatga olinishi kerak. Bu nimani anglatadi? Unga oilaviy shifokor tomonidan muntazam ko'rik, kerakli laborator tahlillar, to'r mutaxassisga yo'llanma berilishi osonlashadi. Bu yerda muhim narsa, pensioner bo'lish avtomatik ravishda hamma davolanish bepul bo'ladi degani emas. Lekin pensiya guvohnomasi bilan siz shifokordan mening yoshim va kasalligim bo'yicha qanday bepul tekshiruvlar yoki imtiyozli xizmatlar bor deb aniq so'rashingiz mumkin. Ko'p odam aynan shu savolni bermagani uchun pul to'lab yuboradi. Men ko'p uchratgan holat. Pensioner oyiga 1 million so'm pensiya oladi. Shundan 300-400 ming so'mini dori-darmonga sarflaydi. Lekin ayrim kasalliklar bo'yicha davlat tomonidan bepul yoki imtiyozli dori olish tartiblari mavjud bo'lishi mumkin. Bunda faqat pensiya guvohnomasi yetarli bo'lmasligi mumkin. Lekin u jarayonni boshlash uchun asosiy tasdiqlovchi hujjatlardan biri bo'ladi. Masalan, bir onaxon qandli diabet bilan hisobda turadi. U har oy dorixonadan dori sotib oladi. Agar u poliklinikadagi oilaviy shifokorga murojaat qilib, kasalligi bo'yicha dispanser ro'yxatida turganini, pensiya guvohnomasini va tibbiy kartasini ko'rsatsa, unga qaysi dorilar imtiyozli berilishi mumkinligi tushuntirilishi kerak. Bu yerda farq juda katta. Oyga 2 ming so'mlik dori xarajati 100 ming so'mga tushishi yoki ayrim preparatlar bepul berilishi mumkin. Albatta, bu hudud kasallik turi va amaldagi ro'yxatlarga bog'liq, lekin so'ramagan odam bilmaydi. Pensiya guvohnomasi mahalla va ijtimoiy xizmatlar bilan ishlaganda juda muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, daromadi past oilada yashovchi keksalar uchun. Ba'zan odam men pensionerman, menga yordam berishmayapti deydi. Men esa doim so'rayman, mahallaga rasmiy ariza yozdingizmi? Pensiya guvohnomangiz nusxasini berdingizmi? Yashash sharoitingiz bo'yicha davlatnoma tuzildimi? Masalan, 72 yoshli yolg'iz ayolning pensiyasi 900 ming so'm, kommunal to'lovlari qishda 3,5 ming so'mga chiqadi.
Oddiy og'zaki shikoyat qilsa masala cho'zilishi mumkin. Lekin u mahallaga yozma murojaat qilib, pensiya guvohnomasi, pasport nusxasi, kommunal to'lov kvitansiyalari, yolg'iz yashashini tasdiqlovchi ma'lumot bilan murojaat qilsa, ijtimoiy yordam yoki moddiy ko'mak masalasi ko'rib chiqilishi ancha aniq bo'ladi. Har bir hududda transport imtiyozlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Lekin pensionerlik maqomi ayrim shahar transporti, yo'nalishlar yoki maxsus toifalar uchun yengillik berishi mumkin. Muammo shundaki, odamlar hamma joyda bepul yuraman deb o'ylab janjal qiladi yoki aksincha. O'ziga tegishli chegirmani ham so'ramaydi. Masalan, bir pensioner har kuni poliklinikaga qatnaydi. Oyiga 20 marta borib kelsa, transport xarajati 20 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar uning toifasi bo'yicha shahar transportida chegirma bor bo'lsa, pensiya guvohnomasi va shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan bu xarajat kamayadi. Lekin buni oldindan aniqlash kerak. Qaysi transportda, qaysi vaqtda, qaysi toifa uchun amal qiladi. Pensiya guvohnomasi bu yerda men haqiqatan pensionerman degan isbot vazifasini bajaradi. Pensiya hozir ko'pincha bank kartasiga tushadi. Ko'p pensionerlar bank xizmatlaridan qo'rqadi. Karta yo'qolsa nima bo'ladi? Pul yechib olinsa nima qiladi? SMS xabarnoma pullikmi? Kredit olish mumkinmi? Omonat ochsa bo'ladimi? Pensiya guvohnomasi bankda pensioner maqomingizni tasdiqlashda yordam beradi. Ayrim banklarda pensionerlar uchun alohida tarif, bepul karta chiqarish, navbatsiz xizmat ko'rsatish yoki qulay omonat shartlari bo'lishi mumkin. Masalan, 35 yoshli erkak pensiyasini har oy naqd qilib oladi va uyda saqlaydi. Bu xavfli. Yo'qolishi, o'g'irlanishi, noto'g'ri sarflanishi mumkin. Agar u bankka borib pensiya guvohnomasi bilan pensiya kartasi shartlarini so'rasa, mobil ilova ishlatishni farzandi yordamida o'rgansa, kommunal to'lovlarni kartadan to'lasa, vaqtda pul tejaydi. Lekin men bitta narsani ogohlantiraman. Pensioner nomiga kredit yoki mikroqarz rasmiylashtirishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Guvohnoma borligi kreditni foydali qiladi degani emas. Bu eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan imkoniyatlardan biri. Ko'p keksalar sanatoriyaga borishni faqat bo'y odamlarning ishi deb o'ylaydi. Aslida ayrim toifadagi pensionerlar tibbiy ko'rsatma bo'lsa, imtiyozli yo'llanma olish imkoniyatini tekshirishi mumkin. Bunda pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosa, poliklinika yo'llanmasi, mahalla yoki tegishli tashkilot orqali murojaat kerak bo'lishi mumkin. Masalan, insultdan keyin tiklanayotgan pensioner bor. U uyda yotaveradi, oyoq qo'li yaxshi ishlamaydi. Oilasi faqat dori bilan cheklanadi. Lekin reabilitatsiya, fizioterapiya, sanatoriy yoki kunduzgi davolanish imkoniyatlari bo'lsa, uning hayot sifati ancha yaxshilanishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda bu fuqaro pensioner. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lishi mumkin degan hujjat sifatida ishga tushadi. Buni ko'pchilik umuman bilmaydi. Ba'zi muzeylar, teatrlar, ko'rgazmalar, kutubxonalar, dam olish maskanlari pensionerlar uchun chegirma yoki bepul kirish kunlarini belgilashi mumkin. Bu har doim respublika bo'yicha bir xil emas, lekin so'rab ko'rishga arziydi. Nega bu muhim? Chunki pensiya faqat pul olish emas. Insonning ijtimoiy hayotdan uzilib qolmasligi ham muhim. Masalan, nabiralarini muzeyga olib borishni xohlagan buvi qimmat bo'lsa kerak deb bormaydi. Aslida pensionerlik guvohnomasini ko'rsatib, o'zi uchun chegirma olishi mumkin. Bu kichkina puldek ko'rinadi, lekin psixologik ta'siri katta. Keksalar o'zini jamiyatdan ajralib qolgan emas, faol inson sifatida his qiladi. Pensiya guvohnomasi notariusda to'g'ridan to'g'ri hamma to'lovni bekor qilmaydi. Lekin pensionerning ijtimoiy maqomini ko'rsatadi. Ayrim notarial harakatlarda davlat boji yoki xizmat haqi bo'yicha imtiyozlar toifaga qarab qo'llanishi mumkin. Eng muhimi, keksalar mulk masalasida aldovga ko'p uchraydi. Uyini farzandiga o'tkazib beradi, keyin ko'chada qoladi. Yoki kimdir pensiya guvohnomangizni bering, yordam puli chiqaramiz deb hujjat olib boshqa ish qiladi. Men amaliy misol keltiraman. 2 yoshli otaxon uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusga borganda u pensiya guvohnomasini, pasportini, mulk hujjatlarini olib boradi. Notarius unga bitim oqibatlarini tushuntirish kerak. Hadya qilsa uy endi uning mulki bo'lmaydi. Agar otaxon faqat kommunal to'lovni nevaram qilsin deb o'ylagan bo'lsa, bu juda xavfli qaror. Pensiya guvohnomasi bu yerda uning keksaligini va ijtimoiy himoya nuqtai nazaridan ehtiyotkorlik kerakligini ko'rsatadi. Lekin asosiy himoya savodli qaror qabul qilishdir. Eng katta yashirin imkoniyat mana shu. Ko'p odam pensiya tayinlangach bo'ldi, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi.
Aslida ayrim hollarda ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, zararli mehnat sharoiti yoki boshqa davrlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi pensiya tayinlanganini ko'rsatadi. Lekin siz pensiya jamg'armasidan hisob-kitob qanday qilinganini so'rash huquqiga egasiz. Masalan, ayol kishi 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi juda past chiqqan, tekshirilsa. 1990 yillardagi 8 yillik ish staji arxivdan tasdiqlanmagani uchun hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Agar u arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Yana bir misol. Erkak kishi zararli sexda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida lavozim noto'g'ri yozilgan. U qo'shimcha arxiv buyrug'i, ish joyidan ma'lumotnoma, guvohlar ko'rsatmasi yoki sud orqali stajni tasdiqlashi mumkin. Natijada pensiya miqdori oshishi yoki oldinroq pensiyaga chiqish huquqi aniqlanishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz juda kam bo'lsa, ish stajingiz ko'p bo'lishiga qaramay miqdor past chiqsa, mehnat daftarchangizda bo'sh joylar bo'lsa, eski korxonangiz yopilib ketgan bo'lsa, arxiv hujjatlari yo'qolgan deb aytilgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'yicha ma'lumotlar ba'zan to'liq kiritilmagan bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha ish staji elektron tizimda to'liq ko'ringan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari rasmiy bo'lgan bo'lsa, pensiya hisob-kitobi bo'yicha yozma tushuntirish olgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga tushmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir hujjatlaringizni saqlab qo'ying. Chunki keyinchalik biror imtiyoz yoki qayta hisoblashda kerak bo'lishi mumkin. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz, guvohnoma bilan birga nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy xulosa va reabilitatsiya dasturi alohida ahamiyatga ega. Chunki imtiyozlarning bir qismi aynan pensionerlikka emas, nogironlik guruhiga bog'liq bo'ladi. Agar siz o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz, unda o'quvchi yoki talaba maqomi, yosh chegarasi, oila tarkibi kabi omillar muhim bo'ladi. Birinchi tuzoq pensiya guvohnomasi bor ekan. Hamma narsa bepul degan noto'g'ri tushuncha. Bu xavfli fikr. Chunki har bir imtiyozning alohida sharti bor. Masalan, dori uchun kasallik turi kerak bo'ladi. Transport uchun hududiy qaror kerak bo'ladi. Sanatoriy uchun tibbiy ko'rsatma kerak bo'ladi. Moddiy yordam uchun daromad va yashash sharoiti o'rganiladi. Ikkinchi tuzoq guvohnomani begona odamga berish. Men qat'iy aytaman, pensiya guvohnomasi, pasport, bank karta, PIN kod va telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga bermang. Yordam puli chiqarib beraman, pensiyangizni oshirib beraman, sanatoriy yo'llanmasi qilib beraman degan odamlar orasida firibgarlar bo'lishi mumkin. Haqiqiy murojaat faqat rasmiy idora, mahalla, pensiya jamg'armasi, bank, poliklinika orqali bo'ladi. Uchinchi tuzoq og'zaki murojaat bilan cheklanish. Bordim, aytdim, hech narsa bo'lmadi degan gapni ko'p eshitaman. Rasmiy natija bo'lishi uchun yozma ariza, ro'yxatdan o'tgan murojaat, qabul qilingan sana, mas'ul xodim familiyasi bo'lishi kerak. Agar arizangiz yozma bo'lsa, javob ham yozma bo'ladi. Keyin uni yuqori tashkilotga ko'rsatish mumkin. To'rtinchi tuzoq eski hujjatlarni tashlab yuborish. Mehnat daftarchasi, eski ish haqi ma'lumotnomasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi. Arxivdan olingan qog'ozlar hech qachon ahamiyatsiz emas. Pensiya masalasida 30 yil oldingi bitta buyruq nusxasi ham pulingizga ta'sir qilishi mumkin. 5-tuzoq pensioner ishlasa hamma imtiyozdan ayriladi deb o'ylash. Ishlayotgan pensionerning holati alohida tartibga ega bo'lishi mumkin, lekin bu umuman huquqsiz degani emas. U ham pensiya oluvchi, u ham tibbiy xizmatdan foydalanadi. U ham staj va ish haqi bo'yicha ayrim qayta hisob-kitob masalalarini tekshirtirishi mumkin. Faqat har bir holatni alohida aniqlash kerak. 6-tuzoq guvohnomadagi ma'lumotlar eskirgan bo'lishi, familiya o'zgargan, pasport yangilangan, yashash manzili almashgan, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tegishli idoralarda ma'lumotlarni yangilash kerak. Aks holda imtiyozga murojaat qilganda bazada boshqacha chiqibdi degan muammo paydo bo'ladi. Birinchi qadam pensiya guvohnomangizni tekshiring. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, berilgan sana va boshqa ma'lumotlar to'g'riligiga qarang. Agar xato bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam hujjatlar papkasini tayyorlang. Men har bir pensionerga alohida papka qilishni maslahat beraman.
ichida pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, bank karta ma'lumotlari emas. Faqat pensiya tushadigan bank nomi, tibbiy hujjatlar, surunkali kasallik bo'yicha ma'lumotlar, kommunal kvitansiyalar, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsin. Asl hujjatlarni esa xavfsiz joyda saqlang. 3-qadam, pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Agar pensiya miqdoridan shubhangiz bo'lsa, mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mazmunda ariza yozing. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, sana va imzo bo'lsin. Javobni olgach, staj yillari to'liqmi, qaysi da'vogarlar kirmaganini ko'ring. 4-qadam, poliklinikaga boring va huquqlaringizni so'rang. Oilaviy shifokorga pensiya guvohnomangizni ko'rsatib, mening yoshim va kasalliklarim bo'yicha qaysi bepul tekshiruvlar, qaysi imtiyozli dorilar, qaysi mutaxassis yo'llanmalari bor deb so'rang. Agar og'zaki javob noaniq bo'lsa, bosh shifokor nomiga yozma murojaat qiling. 5-qadam, mahallaga rasmiy murojaat qiling. Agar moddiy ahvolingiz og'ir bo'lsa, yolg'iz yashasangiz, davolanish xarajatlari ko'p bo'lsa yoki kommunal to'lovlarni ko'tarish qiyin bo'lsa, mahallaga ariza yozing. Mening ijtimoiy ahvolimni o'rganib, qonunchilikda belgilangan yordam va imtiyozlar bo'yicha ko'mak berishingizni so'rayman deb yozing. Pensiya guvohnomasi nusxasini ilova qiling. 6-qadam. Bankdagi shartlaringizni tekshiring. Pensiya kartangizdan qancha komissiya olinadi? SMS xabarnoma qancha karta muddati qachon tugaydi? Pul yetishda foiz bormi? Ishonchli vakil tayinlash tartibi qanday? Bularni bilib oling. Agar farzandingiz yordam bersa ham PIN kodni bermang. Bank xodimidan PIN kod so'ramasligi kerak. 7-qadam, imtiyozlar ro'yxati hududingiz bo'yicha aniqlang. Tuman hokimligi, mahalla ijtimoiy xizmatlar, transport boshqarmasi, madaniyat muassasalari va poliklinika orqali pensionerlar uchun qanday imtiyozlar bor deb so'rang. Chunki ayrim imkoniyatlar mahalliy darajada belgilanadi. 8-qadam. Barcha murojaatlarni yozma qiling. Ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Elektron murojaat qilsangiz, tasdiq raqamini saqlab qo'ying. Telefonda aytilgan gap bugun bor, ertaga yo'q. Yozma hujjat esa sizning himoyangiz. 9-qadam, shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Kimdir pul evaziga pensiyani oshirib beraman desa, oldindan pul so'rasa, kartangizni olib ketsa, SMS kodni so'rasa, darhol to'xtang. Pensiya oshirish, qayta hisoblash, imtiyoz berish faqat rasmiy tartibda bo'ladi. Hech kim tanish orqali qonuniy natijani kafolatlay olmaydi. Bugun men sizga pensiya guvohnomasi oddiy qog'oz emasligini tushuntirdim. U tibbiy xizmatlarda, dori-darmon masalasida, ijtimoiy yordamda, transportda, bank xizmatlarida, sanatoriy yo'llanmalarida, madaniy muassasalarda, mulkiy masalalarda va eng muhimi, pensiya miqdorini qayta tekshirtirishda foydali bo'lishi mumkin. Eng asosiy fikr shuki, imtiyozlar ko'pincha o'zi kelmaydi. Siz so'rashingiz, yozma murojaat qilishingiz, hujjatlarni to'plashingiz kerak. Pensiya guvohnomangizni asrang, nusxalarni tayyorlab qo'ying. Begonalarga bermang va huquqlaringizni bilib yuring. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya guvohnomasi orqali biror imtiyoz olgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozing. Boshqa tomoshabinlarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning o'yiga 100 minglab so'm pulini, vaqtini va sog'lig'ini saqlab qolishi mumkin.